Assalomu alaykum qadrdonlar, hamma sog'omonmi? Mana xudo xolasa Allohning izni bilan Qora dengiz tomondagi Rossiyaning Krasnodar shahriga yetib keldik. Xudo xolasa mana Krasnodarning eng chiroyli joylaridan bo'lmish bitta joyga keldik. Bu stadion ekan, yonida parki bor ekan. Qani ko'ramiz, nimalar bor ekan. Qani ketdik. Xudo xolasa Krasnodar shahriga yetib kelgunimizcha 3792 kilometr bosib o'tdik. Qiziqqanlar uchun. Xo'sh. Mana shunaqa daraxtlari ekilgan joy ekan. Nima deyishni bilmayapman. Xudo xolasa yetib kelib oldik, qiynalmasdan. Mana dadam maza qilib yuribdi. Xo'sh, Krasnodar o'lkasini bir ikkita ko'p emas, bir 5 talar chiroyli joyi bor ekan. Xudo xolasa hammasiga boramiz. Shahar ko'p joyi suvdan iborat ekan. O'zi Rossiyada juda ko'p joy shaharlari suv bilan bir-biriga bog'lanib ketgan. Ko'priklar bor. Zo'r joylar bor ekan. Endi keyingi lokatsiyamizda nomini ham ayta olmayman, qanaqaligini ham ayta olmayman. Birin-ketin ko'rib ketaveramiz. Xudo xolasa kelishni maslahat beraman. Xudo xolasa u Astraxandan mana shu joygacha kelganimizcha yo'l zo'r, qiynalmasdan, tep-tekis. Faqat bitta muammo bo'ldi. Internet muammo ekan. Urush bo'lgani hisobiga kechqurun soat 7-8 dan ertalab soat 7 gacha internet ishlamas ekan. Keyin undan tashqari Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube hammasiga VPN bilan ishlatish kerak ekan. Shu sal muammo bo'lyapti. Qolgan hammasi cho'tki. Yo'l vobshim tep-tekis. Umuman muammo yo'q yo'ldan. Kelishlaringizni taklif qilaman. Arzon sayohat qiladiganlarga maslahat beraman bu video. Xo'sh. Bu parkimiz Rossiyaning eng zamonaviy, oxirgi qurilgan parklaridan ekan. Juda ko'p turistlar kelar ekan bu yerga, bizga o'xshab ko'rish uchun. Hamma mana ko'chada o'tiribdi. Hozir fontanlar bor ekan, fontanlarga boramiz. Yana chiroyli joylar bor ekan, o'sha chiroyli joylarga boramiz. Dada, nima deysiz? Qanaqa joy ekan? Yaxshimi, sizga yoqdimi? Keyin bitta narsa, bu yerga kelganingizdan keyin ko'p uxlashingiz shart emas. Chunki anaqa bo'ladi. Ko'p narsani ko'rmay qolasiz, charchamaysiz. Bir 2 soat, 3 soat uxlasangiz bo'ldi. Xo'sh, mana bu yerda joyga keldik. Park tekin ekan. Bu 3D'da nimalardir yasalgan ekan. Nima daraxt ekan bu? Hamma kelib neobычный daraxt ekan. Hamma kelib shu daraxtdan tomosha qilyapti. O'zi ham shu qatori. Mana bular mazza qilib uchib yuribdi. Aziz Muhammad deb qara. Bunaqa chiroyli joylari bor ekan. Илюха, не надо так делать больше. Labirint mana bu. Labirintimiz.
Muzika chalsa bo'lar ekan, muzika chalib ko'ramiz. Xo'sh, mana bunaqa muzika chalsa bo'lar ekan. Park juda katta ekan. Hamma aylanib yuribdi. Bu yog'i bilan bu yog'ini topib bo'lmaydi. Prosta Yo'q, hozir chiqib ketishdi. hamma yoqda odamlar o'tiribdi, hamma mazza qilib. Dadamga sumkalarni berib qo'ydim. Videoga zo'r chiqsin dedimdagini. Xo'sh, bu videoni Instagramga qo'ysak bo'ladi, lekin juda cho'zilib ketadi. O'shaning uchun YouTube'ga qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Hamma orasidan ketyapti. Qayerga chino bor ekan. Ой, спасибо. Спасибо. Ой, этот парк. Hech bola yo'q ekan-ku. Oxiyman. Suzyapti. Haydot. Haydot. Yo Alloh, shunaqa ham katta park bo'ladimi? Parkda hozir dadam charchab qoldi. Charchamadi, oyog'im og'ridi deyapti, kelgisi kelmayapti. Voy, dod, shunaqa ham katta bo'ladimi? Lekin o'ldirib yuboribdi lekin parku. Bitta joyga kirib mana shunaqa bo'ldi. Mazam qochdi. Qaysi ma'noda zo'rligidan. Xo'sh. Endi dadam topamiz. Yetarlicha bo'ldi. Ichkariga kirgan. Sharsharadan chiqdim-ku, o'sha joy mana, tashqi tomondan. Hozir fontanam ishlab qolsa kerak. Chunki fontanam o'ynaydi dedi. Mana. Ana o'sha joy. Ikkiga bo'lib qolibdi, birga qo'yamiz. Fontan nima deyapti? Hamma mana shu yerda. Lekin bitta narsaga e'tibor qildim. Shahar top-toza. Kelayotganda ham musor ham yo'q. Masalan, o'zimizda bor-ku, yo'l chetlarida baklashka, qog'oz shunaqa narsalar bor, yo'q. Yo'l chetlari top-toza. Biza hattoki o'tlar ham hamma joy yam-yashil bo'lib turibdi. O'tlar ham o'rilgan, chotki qilinganda bor-ku. O'sha ta'riflashga til ojiz. Gap topolmay qolyapman. Aylanib fontan ekan. Hop. Suv ichsa ham mayli endi.
Baliqmi? Nima marka bu? Parichniklar joyi ekan asosan. Para hamma mana bir o'zi emas. Baliq bahona, didor g'animat degan ekan mashoyixlar. Ketdikmi dada? Ha? Videoni to'xtatish imkoni bo'lmayapti. Mana qiziqarli joylar ko'p ekanligi. Qancha nima deyapti? Issiqda qancha joyda o'tirsa. Tik 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 tik. Hoppa. Opalar fotoaparat bor ekan. Shunday qilib Krasnodar parkini eng chiroyli joylarini ko'rsatishga harakat qildik. Videoga like bosing demayman. Chunki bu ishni like uchun qilmayapmiz. Prosta o'zimiz uchun, esdalik qolgani uchun qilyapmiz. Kelishni maslahat beraman. Osmonchadan yomg'ircha tushyapti hozir. Lekin video vafshim zo'r ekan. Setchalarni qanday berish biladi. Arxitektorlar bor arxitektorda. Mana aka kayf qilyapti. Xo'sh, videoni ko'rayotganlar, короче, bu parkda aylanish uchun bitta mashinmi? Bu yerda mashina yurmaydi-ku. Bir velosipedmi? Bir bunaqa bir bola kerak ekanda. Yomon katta ekan lekin bor-ku. Hammasini aylana olmadik. Chunki vaqt kam. Hozir yana bitta joyga borishimiz kerak. Xudo xolasa endi keyingi videolarimiz Sochidan boshlanadi. Ertaga Xudo xolasa Sochiga qarab yo'l olamiz. Mana bunaqa joylar bor ekan.